Anaqada baribir birovni anaqasida. Ha, mayli. Bo'ldi. Qizga yetib qo'ying. Adresga yetib keldim. Dastavka bo'yicha $250 bo'yicha. Endi telefon qilamiz. Aka, men keldim. Nima bitta qurilish bo'layotgan ekan. Kobalt qora. $250 ha? 300. 250 dedilar. Men tekshirib olaman-da. Telefon qilib yetib qo'ying. Maydam yo'q ekan-da. Anaqada baribir birovni anaqasida. Ha, mayli. Bo'ldi. Qizga yetib qo'ying. Ha, aytib qo'yaman. Yetib qo'ying. To'lovchi. To'lovni endi ular qilib bersalar kerak, telefon qilingchi. Mayli, men telefon qilaman, borib Ha, bo'ldi, xo'p. Shunaqa tekshirib olish kerak. Bo'ynimga tushib qolmasin, to'g'ri? Bunaqa konvert beryaptilar. Ochib tekshirib oldim. Alo. Men kelyapman-da, Yunusobod tarafga ketdingiz-ku, pulni oldim, $300 berib yubordilar. Lokatsiya tashab qo'ying mana shu nomerga. Ha. Bunaqa payt programmani yoqamiz. Ruchniy rabota bor. Bizda mana shunaqalar uchun tarif tanlab mana yaratish qilamiz, boshlash qilamiz. Ozgina endi ana minus plusi bo'ldi-ku, mayli. Shunaqa ketyapmiz. Nima uchun kerak? Kilometr hisoblab beradi programma. Har bir bitta ketayotgan programmamizni kilometr hisoblab o'zi расчетini olib ketadi. O'shaning uchun shuni yoqib ketamiz. Shunaqa dastavka holatlar uchun. Lekin biz dastavka olmaymiz. Klient chiqib qolsa ham, chaqirib qolsa ham shu kilometrni necha pul bo'ladi degan joyga yoqib ishlatamiz. To'g'onmas, mana lokatsiya ham keldi. Endi ochib o'sha manzilga ketamiz. Yaqingina ekan. 1 minut 8 kilometr ko'rsatyapti, lekin probkadamiz. 20 ming bo'ldi mana. Videolarni nimaga qo'yaman? Hamma ham bunaqa dastavka pul bilan riskovat qilmasin deyman. Tanigan bilgan odamlarga, ishonganlarga beringlar. Riskovat bu. Juda katta riskovat. Yo'qdim, yo'l berishda rahmat aytaman. Penskidan juda katta probka bor. Biz дополнительga 10 ga yetishim kerak, yo'l berarmikan? Yeyman bitta anaqa nima deylardi? Fustik yeyman xullas. Probkada turib, vaqtdan unumli foydalanib. Shu onlayn lokatsiyani yoqib qo'ydim. Minut qoldi. Budamiz. Mendan kulishyapti. Taksi ekanlar-yu, kulib ketishdi borib. Bizga yetib keldim. Programa 48 ming yozdi, lekin men Xonoboddan Parkentskiga borganim uchun 9 kilometr yurib bordim. Uyga keldim. Endi nech pul berishlarini bilmayman. Men prosta programmani yoqqanim, qolganini endi ko'ramiz. Men keldim. Keldingiz, bo'ldi. Qancha berish kerak? Berdimi pul? Yo'q, bermadilar. Necha pul berish kerak? Bu sizni xizmatingiz, necha pul berishingiz? Men palon so'm bering demayman. O'zi anaqa qo'lingizdan chiqarib beravering. Kichkina darvozani oldiga keling. Bo'ldi, oldim men. Xo'p, sog' bo'ling. Xo'p, mayli. Xo'p. Xullas, 100 ming oldik. $300 ga. Yo'llari ham bunaqa ekanda, qurilish qilishayotgan ekan. Adashmasam, shunaqa. Menimcha tupik ko'chaga kirib qoldim. Xullas, 100 ming oldim zakazim uchun. Bunaqa videolarim yoqqan bo'lsa, kommentariyada fikringizni yozib olinglar. Bunaqa riskovatni har doim hech kimga tavsiya qilmayman, olib yurishinglarni. Chunki bu birovning puli riskovat. Yana aytaman, riskovat qilmanglar.